Assalomu alaykum. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Biz Toshkent viloyati To'ytepaga 20 kilovatli quyosh panel stansiyasini o'rnatdik. Shuni haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. Panellarimiz Jingo brendiga tegishli panellar, ikki tomonlamalik, har doimgidek yonmas kabel, DE invertor и metal konstruksiyamiz chorniy qora metaldan kraskalangan, zanglashga qarshi kraska urilgan. Graduslarimiz 40 gradus. Xo'p, kiyimimga ahamiyat qilmaysizlar. Men o'zim shu yerda ishladim. Shu yerda o'zim bitkizdim chiroyli qilib bolalar bilan. Ishlar juda chiroyli, ideal darajada bo'lgan. Endi narxlarga kelsak, shu obyektimizni 5700 ga 20 kilovatli quyosh paneli bitkizib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Yana ham arzon qilib bitkizib berishga harakat qilaman. Hozir pastga tushib, invertorda necha kilovat nagruska ushlab turibdi, shu haqida batafsil ma'lumot beramiz. Xo'p, hozir biz montaj qilgan joyimizga tushdik. Invertorimiz DE brendiga tegishli invertor, quvvat 20 kilovat. Shitimiz mana yig'ilgan, AC, DC chaqmoqlashtirar hammasi qo'yilgan chiroyli qilib. Wi-Fi o'rnatdik. Telefonga ulab bering deb iltimos qildi ishlab chiqarish egasi. Xo'p, endi hozir invertorimiz 16 kilovat nagruska ushlab turibdi, ishlashi yaxshi. Kimgadir shunaqa qo'yish kerak bo'lsa, shu panel haqida ma'lumot, invertor haqida ma'lumot, qancha tok olsam bo'ladi 20 kilovatdan degan savollar bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar, hamma savollaringizga javob beramiz. 20 kilovatli quyosh paneli stansiyasi hozirgi kunda bir kunda 120 kilovatdan 100 kilovat, ob-havoga qarab 150 kilovatgacha tok beradi. Keyin mana qandaydir tushunmagan joylaring bo'lsa, tushuncha olish uchun bizga aloqaga chiqinglar, yordam qilamiz. Narx-navo bo'yicha ham juda optimalniy variantlarimiz bor, taklif qilamiz. Ideal elektrik jamoasi, biz Farg'onada joyimiz bor, Toshkentda joyimiz bor, aloqaga chiqinglar. Rahmat.